ishlar ketyapti hojaklar? 16-qavatimiz arma karkaslari tayyor. Gazobloylarimiz urilyapti old tomonga, ichki tomonda elektrika, santexnika. Fasatni ham boshladingmi? Fasad ishlarimiz ham boshlangan, start berilgan bularga ham. Oqartirish ishlarimiz ketyapti, santexnika ishlari ketyapti, elektrika ishlari ketyapti, ichida pergorodkalarimiz bo'lyapti, pardozlash ishlari ketmoqda bir xilda. 110 ta odam ishlayapti hozirgi kunda. Bu ichkarilarni ham ko'raylik. Santexnikani yo'li, bittasi elektrikani yo'li. Xo'p, 16-qavatimizda armaturalar to'qilibdi. Xo'p, 16-qavatimiz uchun arma karkaslarimiz tayyor. Apparatga uchun tayyorlayapmiz. Hozir armaturamiz bir qavat uchun 35 tonna armatura ishlatilinadi. Armaturalarimiz oraliqi 20 ga 20 bo'ladi. Hamma o'z o'rnida. Qachon qo'yasizlar? Bugun abitdan keyin apparatni o'rnatishni boshlanadi. Ertaga bitta olamiz. 16-qavat bitadi. 16-qavatni yopamiz.